O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli artist afsuski vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor va Bahor davlat raqs ansambli raqqosalaridan biri bo'lgan Nasiba Madrahimova 23-iyul kuni vafot etdi. Bu haqida Nasriddin Asriddinov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Nasiba Madrahimova Mukarram Turg'unboyeva nomidagi mashhur Bahor xalq raqs ansamblining yetakchi raqqosalaridan biri bo'lgan. U o'zbek raqs san'ati maktabining atoqli vakilasi sifatida ko'plab shogirdlarga milliy raqs sirlarini o'rgatgan. 1981-yilda unga san'at sohasidagi xizmatlari uchun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni berilgan. Dunyoning turli mamlakatlarida gastrollarda bo'lib, uzoq yillar davomida o'zbek milliy raqs san'ati va televideniye rivojiga munosib hissa qo'shib kelgan ijodkordir.